Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2024-yil 10 ayning 20 kuni hozir Gollandiyaniki Zaysahirdagi Uyg'ur yemak-ichmak kultur yarmankasida men Uyg'urcha kitoblarnikini bu yarmankaga tizdim. 2 kundan yog'i kitoblarning setish ahvolimi yomon emas. Bu qatim kitoblarda bir oz yangiliklar var, ba'zi bir yangi kitoblar keldi. Shu kitoblarni qo'ydim. Bu kitoblarniki birinchisi mana Tahir Hamid Izgilniki kishida tutqun qilinishni kutish degan kitobi. Bu yangidan chiqqan bu kitobni Uyg'ur o'qirmanlarimiz qiziqib setib oldi bu kitoblarni. Undan boshqa Abdukimbaq Iltabirning kitoblari bor ekan. Undan boshqa Abdulla Oyibniki bir yurish kitoblari. Undan boshqa Avlod nashriyotniki tuzgan bir yurish kitoblari mana. Avlod nashriyotniki farzandlar uchun tuzgan bir yurish kitoblari bor. Mana bu Yaponiyadagi Rayhon xonimningki Yaponiya Uyg'ur farzand tarbiyasi kitobni Uyg'ur tarjima qilib Avlod nashriyot nashr qilgan kitoblar. Undan boshqa Mao Elipali. Undan boshqa mana shu Bo'ston bolalar nimasinikidan chiqqan bir yurish kitoblari, bu yana 15 parcha kitob. Undan boshqa nima kitoblar, har turli kitoblar bor. Ondan boshqa mana Mao Elipa bolalarningki kichik bolalarimizga Uyg'urcha o'qitishda mana bu ovozliq Elipa, mana bossaq o'shada har xil o'qib turdi. Naqsha, she'rlarni agishib o'qish, ana masalalarni o'qib turgan bu munoyati bir bolalarimiz uchun yaxshi. Undan boshqa oyoqdan kelsangiz Avlod nashriyotniki bir yurish yangi kitoblari bor. Mana farzand tarbiyasi haqida 700 taklif. Undan boshqa mana mavo bolalar rasmlik so'zligi. Undan boshqa Tunji Elipa. Hemiz bolalar kitoblari. Undan boshqa oila maktabi. Ana oila maktabi bu bir yurish kitoblar. Bolalar o'tilgan mana hammasi. Undan boshqa Sirat o'smirlar jurnali. Mana Sirat o'smirlar jurnali va undan boshqa har xil kitoblarimiz bor. Ana kana Sabo va Ko'krangning hikoyasi bu bolalarimiz uchun har xil kitoblar bor. Onun keyindan Qur'ondagi hayvonotlar bu bolalarimizga har xil hayvonlarni tushuntirishdan yaxshi kitobga. Yig'ib ayganda chet ellardagi Uyg'ur yozuvchilarimiz yozayotgan kitoblarni Taklimka Uyg'ur nashriyoti, Avlod nashriyoti qator bu nashriyotlarni nashr qilyotdi. Bu kitoblar hammasi chet ellik Uyg'urlarningki ma'naviy dunyosini betish, Uyg'urligini saqlab qolish, Uyg'ur farzandlarini ona tilini o'rgatish, Uyg'ur qilib yetishtirishda bu kitoblarning ahamiyati nihoyat cho'ng. Vatanda ona tilimiz cheklandi, kitoblarimiz ko'ydirilgan chet eldagi Uyg'ur tilida yozilgan kitoblarni setlab saqlab qo'yaylik. O'zimizningki ona tilining qadr-qimmatini o'zimiz qilaylik. Bu kitoblar chet el Uyg'urlar uchun besilgan kitoblar bo'lgandan keyin shu kitob yozuvchilarimizni nashriyatini qo'llash nuqtasida mana shu kitoblarni setlab saqlab qo'yaylik. Hamma Allah ko'pdan ko'p rahmat.